Shayx Muhammadjon Mulla Rustam o'g'li Mavlaviy Hoji Hindistoniy. Muhtaram qorini kiromlarimizdan kamoli ehtirom bilan iltimos qilurmanki, Qur'oni Karim ma'nolari daryoyi azimdir. Bu daryodan har kim o'z zehniga loyiq suv oladir. O'tgan salafi solihlarimizni Xudo rahmat qilsin. Bizlar uchun tafsirlar yozib qoldirgan ekanlar. Bizlar ushbu zotlarning tafsirlaridan foydalanib, ushbu amri azim, ya'ni kalomullohni tarjimasiga jur'at qildim. Bu tarjimani avomun nos va ham yosh talabalar fahmlariga munosib sodda va muxtasar qildim, hamda muhaqqiq olimlar uchun emasdir. Agar bu tarjimada va yo kotib imlosida xato topsalar, isloh qilib qo'ysinlar va kaminani duoyi xayr qilmoqlarini umid qilurman. Xudovand sizlarga ham ajri azim ato qilsin. Amin ya rabbil alamin. Bayonul Furqon fi tarjimatil Qur'on. Tarjimatu al-Hoj al-Hafiz Muhammadjon mardud bo'lgan shaytonning sharridan qutulmoq uchun Alloh taolodan panoh tilayman. Alloh taolo nomi bilan boshlayman. U zot dunyo va oxiratda bandalarga mehribondir. Ey Muhammad alayhissalom, ushbu Qur'on uning oyatlariga tafakkur qilishlari va aql sohiblari undan pand, ibrat olishlari uchun biz senga nozil qilgan xayrli va barakotli kitobdir. Sod surasi 29-oyat. Fotiha surasi. Makkada nozil bo'lgan bu sura 7 oyatdan iborat. Mudassir surasidan keyin nozil bo'lgan. Ushbu sura Qur'oni Karimning ilk surasi bo'lgani uchun ochilish ma'nosidagi Fotiha nomi bilan atalgan. Bu suraning boshqa nomlari ham bo'lib, Qur'oni Karimning mazmunini o'zida muxtasar ifoda etgani uchun Ummul Kitob, ya'ni kitobning onasi, diniy asoslarni o'z ichiga olgani uchun Al-Asos, islomni asos chegaralarigacha anglatgani uchun Al-Vafiya hamda Makkada ham va Madinada ham 7 oyatdan 2 marta nozil bo'lgani uchun Sab'ul Masoni deb bir qancha sir sinoatlarni mujassamlashtirgani uchun Al-Kanz, ya'ni xazina deb nomlangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Fotihani o'qimaganning namozi namoz bo'lmaydi deya marhamat qilganlar. Shuning uchun bu sura namozlarning har bir rakatida o'qiladi. Fotiha surasi ma'no jihatidan eng ulug' duo va munojot hisoblanadi. Surada faqat yakka-yu yagona Allohga bandalik qilinishi, yordam, madad yolg'iz undan kelishi, hidoyatga musharraf bo'lish va to'g'ri yo'ldan adashish ham Alloh taoloning xohish irodasiga bog'liqligi, chunki yaxshilik va yomonlik har ikkisining ham yaratuvchisi Alloh jalla jallaluhu ekani o'z ifodasini topgan. Qur'oni Karim barcha insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun nozil qilingan bo'lib, xususan Fotiha surasida uning asoslarini ma'no mazmun jihatidan o'z ichiga olgan oyatlar keladi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar: Alloh Tavrotda ham, Injilda ham Ummul Qur'on, ya'ni Fotiha surasi kabi surani nozil qilmagan. U 7 takrorlanib keluvchi oyatdan iborat. Alloh aytadi: Fotiha surasini o'zim va bandam o'rtasida 2 ga taqsimladim. Termiziy va Nasa'iy rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir farishta tushib shunday dedi: Siz 2 nur ila xursand bo'ling. Ushbu ikkisi sizdan oldingi hech bir payg'ambarga berilmagan. Ular Fotihatul Kitob, ya'ni Fotiha surasi va Baqara surasining oxirgi 2 oyati. Ulardan biron harf o'qisangiz albatta sizga ajr beriladi. Imom Muslim va Nasa'iy rivoyati. Surada madhu sanoga, ta'zim va ibodat qilishga loyiq
yolg'iz Allohning borligi, undan boshqa suyanadigan biror kuch-qudrat yo'qligi anglatiladi hamda yaratuvchi zotdan to'g'ri yo'lga kirish, yaxshi solih insonlardan bo'lish va oxirat saodatiga noil bo'lish so'raladi. Fotiha surasi 1-sura. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Alloh taolo nomi bilan boshlayman. U zot dunyo va oxiratda bandalarga mehribondir. Tamom yaxshiliklar, barcha hamd va sanolar Alloh taologa xosdir. U jami olamlarni tarbiya qilguvchidir. Dunyoda va ham oxiratda bandalarga mehribondir. Alloh taolo oxiratni tasarruf qilguvchi egasidir. Ey Parvardigor, yolg'iz senga ibodat qilamiz. Har bir ishimizda yolg'iz sendan yordam so'raymiz. Ey Parvardigor, bizni to'g'ri yo'lga solgil. U yo'lni anbiyolar va avliyolar va solih bandalaringga in'om qilgansan. Ular sening tarafingdan g'azab qilinganlardan va gumroh bo'lganlardan ham emaslar. Qo'lyozma nusxada har bir sura basmalaning mazkur izohli tarjimasi bilan boshlangan. Undagi mehribon so'zi orqali Alloh taoloning Rahmon va Rahim sifatlari nazarda tutilgan. Shuningdek, mutarjim Naml surasi 30-oyatda kelgan basmalani kechiruvchi va mehribon Parvardigorning nomi bilan deb tarjima qilgan. Biz muhtaram mutarjimning mazkur tarjimalardan kelib chiqib, basmalaning ma'nosini muxtasar shaklda mehribon va rahimli Alloh nomi bilan deb berishni ma'qul ko'rdik.